7-ci dərs G, K, H. 7-ci dərsdə biz şıngmu G, K, H-larni öyrənimiz. Birinci parça rəsmdə uçuvatqan kəptərnin rəsmi sızılğan bo'lib, xanzu tilida kəptərni G-Z deb o'qiymiz. Biz G-Z deki G-ni yenik ham qisqa o'qisak, bu dal biz o'rganmoqchi bo'lgan shingmu G-ning talaffuzi bo'ladi. Kichik do'stlar, qani menga ergashib o'qinglar. G shingmu G bilan taq yunmu ni qo'shib birlikda o'qiylik. G shingmu G bilan taq yunmu A ni qo'shib o'qiylik. Ga. Kichik do'stlar, qaranglar. İkinci parça rəsmdə bir kiçik qumçaq sızılğan bo'lib, qumçaqni xanzuchida K-du deb o'qiladi. Biz K-du deki K-ni yenik ham qisqa talaffuz qilsak, bu shingmu K-ning talaffuzi bo'ladi. Qani, menga eshitib o'qinglar. K shingmu K bilan taq yunmu ni qo'shib birlikda o'qiylik. K shingmu K bilan taq yunmu A ni qo'shib o'qiylik. K. Endi biz 3-chi shingmu H ni o'rganaylik. 3-chi parcha rasmda bir kichik qizchaqning o'rindiqda o'ltirib suv ichayotganlik ko'rinishi sızılğan bo'lib, suv ichishni xanzucha H-shui deb o'qiymiz. H-shui deki H-ni yenik ham qisqa talaffuz qilsak, bu dal shingmu H-ning talaffuzi bo'ladi. Qani, menga eshitib o'qinglar. H shingmu H bilan taq yunmu ni qo'shib birlikda o'qiylik. H shingmu H bilan taq yunmu A ni qo'shib o'qiylik. Ha. Endi tuandagilarni o'qib mashq qilib boqaylik.脚 Foot.血 Kan.血 Kar.眉毛 Kaş.剪刀 Kayça.纸 Kağız.铅笔 Kalem.铅笔盒 Kalemdan.甜瓜 Qog'un.
手表 qo'l saati, 手 qo'l, 洗手 qo'lni yuvish,